Ovozingizni emas, so'zlaringizni o'zgartiring. Zero gullarni yomg'irlar o'stiradi. Momaqaldiroq emas. So'zlar orqali qanday ta'sir qilish kerak bo'ladi? Men sizga bir qiziq voqeani aytib bermoqchiman deydi. Va u shunday so'z boshlaydi. Va xuddi shunday ming bir kecha u Shahriyor bilan suhbat olib boradi. Ba'zida ayol kishi erkakni ishlar bilan qattiq toliqqan paytida suhbatga tortsa, erkak buni eshitgisi kelmaydi. Shahrizodaning onasi unga shunday deydi: "Qizim, erkak kishida 4 ta narsaga e'tibor berish kerak. Agar sen mana shu 4 ta ishni amalga oshira olsang, shubhasiz u erkak sening erkagingga aylanadi." Biz odamlarni nima uchun tinglaymiz? Negadir men gapirsam, hamma menga siz jahl qilib gapiryapsiz, urush qilib gapiryapsiz deb aytishadi. Lekin men jahl qilmayotgan bo'laman. Nima qilishim kerak? Qanday ayol bo'lishim kerak? Men siz uchun hamma narsa qilyapman. Yana mendan nima xohlaysiz? Bu yerda ayblov tanqidi bor. Buni men suv sepishga o'xshataman. Kimdir chelakni oladi-da, shundoq olib suv sepib boradi. Kimnidir ustiga tegib ketishi mumkin deb o'ylamaydi. Kimdir esa ehtiyotkorlik bilan suvni sepa boshlaydi va hech qayerni qoldirmaydi. Mojarolarning eng katta sababi bu ohanglarda. Aynan shunday talaffuzda gapirish kerakki, bu yoqimli talaffuzdan ayol kishi doimo foydalanishi kerak. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonda Shahrizoda degan dono bir malika bo'lgan ekan. U shu qadar topqir va dono ekanki, uning donoligidan yechib bo'lmaydigan biror bir masala yo'q ekan. Assalomu alaykum. Azizlarim, qadrdonlarim. Bugun sizlar bilan Intellekt podkastimizni 4-sonida ko'rishib turibmiz. Aynan suhbatimni Shahrizoda bilan boshladim, chunki Shahrizoda haqida bugun sizlarni bilgan va bilmagan tomonlaringiz haqida bafurja gaplashamiz. Shahrizodaning ming bir kecha hikoyalari bu ertak juda ham ko'pchilikka tanish, lekin buni ko'pchilik ertak sifatida biladi, biroq biz buni ayol nuqtai nazaridan, so'zlashish nuqtai nazaridan, tinglovchini suhbatga tortish nuqtai nazaridan bo'lgan chuqur bir holatlari haqida, psixologik holatlari haqida, insonlarni qanday qilib eshittirish kerak, qanday qilib tinglatish kerak, nimalarga e'tibor berish kerak. Umuman olganda biz hamisha atrofimizdagi odamlarni suhbatga tortishga harakat qilamiz. Lekin hamisha ham buni biz uddalay olmaymiz. Bugun mana shuni eng nozik nuqtalari bilan suhbatlashamiz. Xo'p. Menga doim Rumiyning fikrlaridan iqtibos keltirish yoqadi va shu suhbat mavzusida Rumiydan ham bir iqtibos keltirmoqchiman. Ovozingizni emas, so'zlaringizni o'zgartiring. Zero gullarni yomg'irlar o'stiradi. Momaqaldiroq emas. Ba'zida odam boshqalar uni so'zlarini diqqat bilan eshitishi uchun ko'proq ovozini balandlatishga, ko'tarishga harakat qiladi. Lekin ko'pincha baqirish yoki xafa bo'lish, jahl qilish bu insonni ko'zlab turgan maqsadiga olib bormaydi. Aksincha, inson bu holatda o'zini maqsadlaridan orqaga chekinib ketishi mumkin. Masalan, deylik, siz biror bir fikrni kimgadir aytmoqchisiz, lekin baqirish ohangida yoki jahl qilish ohangida aytib yubordingiz. Va bu narsani sizni eshitib turgan odam teskarisini qilishi mumkin. Masalan, bu narsani bola misolida oladigan bo'lsak, statistik ma'lumotlarga qaraganda, oilada ko'p baqirish eshitadigan, ko'p baland ovozda suhbat olib borilgan bolalarda intellekt rivojlanishi juda ham pastroq bo'lar ekan. Nima uchun? Chunki baqirgan vaqtda insonni miyasidagi o'sha qabul qiluvchi neyronlari umuman olganda ishlayotgan, javob berishga qaratilgan neyronlarni ishlashi pasayib ketadi va bola o'zini baqiriq ovozidan
ilojsiz holatga, ya'ni shunaqa holat bo'ladi, harakatsizlanib qoladi va xatoga yo'l qo'yib qo'yishi mumkin. Umuman olganda kattalarda ham xuddi shunday. Inson qattiq biror narsadan qo'rqib tursa, ya'ni baqirgan ovozdan yoki bir holatdan qo'rqib turganda, insonda miya faoliyati sog'lom insonlarnikidek, xotirjam holatdagidek ishlamaydi, balki yomonroq ishlaydi. Mana shuni natijasida inson ko'pincha ovozni ohangidan o'zini noqulay his qiladi va noqulay his qilganligi uchun ham odamda mana shunaqangi o'zini erkin qo'ya olmaslik holatlari bo'ladi. Va bu yerda insonni ovozini o'zgartirish emas, balki so'zlar orqali ta'sir qilish haqida gap ketyapti. So'zlar orqali qanday ta'sir qilish kerak bo'ladi? Men shu yerda Shahrizodaning Ming bir kecha hikoyalarini davom ettirmoqchiman. Bilasiz, Shahrizodaning Ming bir kecha hikoyalarining qahramoni bu Shahrizoda. Shahrizoda vazirning, ya'ni Jafarning qizi bo'ladi. Nima uchun aynan Shahrizoda va Ming bir kecha hikoyalari deb nomlangan? Qadim zamonda Shahriyor degan podsho bo'lgan. Shahriyor aqlli, dono, zabardast, kuchli, mamlakatni odil olib boradigan podsho bo'ladi. Uni o'zini sevgan malikasi ham bo'ladi. Ularning hayot tarzlari bir maromda ketayotgan bir vaqtda malika Shohzamon bilan, ya'ni Shahriyorning o'z ukasi Shohzamon bilan Shahriyorga xiyonat qiladi. Shahriyor buni bilib qolgach, juda ham og'ir ahvolga tushadi va o'zini malikasi, sevgan ayoli tomonidagi xiyonat va undan tashqari o'zining ukasi Shohzamon bilan bo'lgan munosabat, ya'ni bu yerda ukasi, bu yerda ayoli uni juda ham qattiq larzaga soladi. Va Shahriyorni ular taxtdan ag'darib, Shohzamonni shoh qilmoqchi va malika Shohzamonga turmushga chiqmoqchi bo'ladi. Va buning uchun Shahriyorni o'ldirishga hukm chiqaradi. Va u shunday deydi: Shohzamon Shahriyorni o'ldir. Va bu Shahriyorni ko'z o'ngida ro'y beradi. Shahriyor o'z sevgan ayolidan uni o'ldirilishini eshitgandan keyin qattiq jazavaga tushadi va o'zini himoya qilaman deb malikani o'ldirib qo'yadi. Malika o'lgach, ukasi Shohzamon esa u bilan qattiq nizoga borib qoladi va Shohzamon mamlakatdan bosh olib chiqib ketib, akasi Shahriyorga qarshi hujumga qo'shin to'play boshlaydi. Uning ichida ikkita alam, biri malikani o'limi uchun qasd olish bo'lsa, ikkinchisi mamlakatni egallash bo'ladi. Bu orada esa Shahriyor juda og'ir tushkunlikka tushadi. Shu qadar qattiq tushkunlikka tushgandan tiran erkakka aylanadi va hech narsaga qiziqishi qolmaydi. Lekin vazirlar kengashi bunga shunday deyishadi: Shohim, biz mamlakatni uzoq vaqt malikasiz qoldira olmaymiz. Siz hali yoshsiz. Mamlakatga malika kerak, siz uylanishingiz kerak. Shahriyorni shu qadar ayollardan ko'ngli qolib ketadiki, bitta malika tufayli u bu narsaga juda uzoq o'ylanib javob beradi va u shunday deydi: Yaxshi. Har kuni haramdan bitta malikaga, bitta qizga uylanaman, u malika bo'ladi va ertasi kuni men uni jallodga topshiraman. Bu juda qo'rqinchli farmon. Buni eshitgan vazirlar qo'rquvga tushadi va Jafar bu xabarni kelib qizi Shahrizodaga aytadi. Shahrizoda esa shu yerda shunday javob beradi: Otajon, agar mamlakatda har kuni bittadan qiz o'lsa, mamlakatda ayol qolmaydi. Agar Shahriyor o'zini tiklab olmasa, mamlakatni Shohzamon boshqaradi. U uni ustidan g'alaba qozonadi. Bu holatga chek qo'yish kerak. Men Shahriyorga turmushga chiqaman va uni davolayman deydi. Shahrizoda o'sha davrning shu qadar bir
aqlli, dono bir ayoli bo'ladiki, u doim roviylardan, ya'ni mamlakatlar bo'ylab roviylik qiladigan, hikoyalar to'plab keladigan, rivoyat aytadigan roviylarni oldida o'tirib, ulardan qiziqarli hikoyalarni qanday aytish kerakligi haqida, umuman notiqlik san'atini juda ham yaxshi o'zlashtirgan ayol bo'ladi va u aytadiki, men Shahriyorni davolayman. Jafar esa bundan qo'rquvga tushadi, chunki Jafarning yagona-yu ko'zini oqu qarasi Shahrizoda bo'ladi va u qizini o'limga yuborishdan qo'rqadi va u shunday deydi: "Qizim, esing joyidami? Axir Shahriyor hozir bir ahvolda bo'lsa, sen esa uni qutqaraman deyapsan, u seni o'ldiradi. U avvalgi Shahriyor emas. Sen bolaligingda o'ynagan Shahriyor emas." Shahrizoda yoshligidan Shahriyor bilan birga o'ynab, birga katta bo'lganligi uchun unga ko'ngil qo'ygan bo'ladi. Shahrizodaning Shahriyorga bo'lgan muhabbati uni mana shu ish qilishni va mamlakatni qutqarish uchun, umuman olganda ayollarni qutqarish uchun u bel bog'lab maydonga chiqadi. Va u yana ham ko'proq roviylarni tinglay boshlaydi. Qanday qilib men tirik qolishim kerak? Shahrizodani oldida ikkita yo'l bor. Yo u o'lib ketadi va yoki u yashab qolish uchun kurashadi. Va Shahriyorga turmushga chiqadi. Turmushga chiqqandan keyin birinchi kechada u shunday so'z boshlaydi. Shahriyorga u shunday deydi: "Men sizga bir ertak aytmoqchiman." Shahriyor buni eshitishni xohlamaydi. Va unga: "Men seni eshitgim kelmayapti. Baribir ertalab seni jallodga topshiraman" deydi. Shahrizoda: "Mayli, jallodga topshirsangiz ham men sizga bir qiziq voqeani aytib bermoqchiman" deydi. Va u shunday so'z boshlaydi: "Bor ekanda yo'q ekan, och ekanda to'q ekan. Qadim o'tgan zamonda Ali bobo va 40 qaroqchi bo'lgan ekan. Qaroqchilar g'orga yaqinlashib kelganda, "Sim-sim, ochil" debdi va shu zahotiyoq "Shahanshohim, meni kechiring, quyosh chiqdi. Ertakni davomini ertaga kechqurun aytib beraman" deydi. Lekin Shahriyor shu qadar ertakka berilib ketadiki, u uni hoziroq aytishini talab qiladi. Lekin Shahrizoda buni ertaga aytib beraman deydi. Va xuddi shunday ming bir kecha u Shahriyor bilan suhbat olib boradi. Va ming bir kecha davomida Shahriyor uni sevib qoladi va joni omon qoladi. Bu yerda ikki xil holatni ko'rishimiz mumkin. Keling endi biz buni batafsilroq ko'rib chiqamiz. Bizning hayotimizda Shahrizodalar bormi? Bor. Bizning hayotimizda Shahriyor kabi insonlar bormi? Bor. Xiyonatdan og'riq ko'rgan va yoki hayotda omadi kelmagan, umuman olganda hayotda jarohatlari ko'p insonlarni uchratamiz. Va bu insonlarga diqqat bilan qarasangiz, ularning qalbida alamzadalik bor. Nima uchun masalan shunday insonlar bor, men hech kimga ishonmayman, ishona olmayman, ishonchim yo'qolgan deydi. Bular shunday dunyoga kelganmi? Yo'q. Ularning ishonchini kimdir sindirgan. Qachonlardir ular ham qattiq ishongan, qattiq sevgan, mehr qo'ygan, bog'langan, lekin negadir ularning ishonchini sindirib qo'yishgan. Mana shu ishonchdagi siniqliklar asta-sekinlik bilan odamlar orasidagi munosabatlarni buzishga olib keladi. Ba'zida erkakni suhbatga tortish, ya'ni ayol kishi uchun turmush o'rtog'ini suhbatga tortish yoki sevgan insonini suhbatga tortish bir muncha qiyin bo'ladi. Ayniqsa u eshitishni xohlamasa. Ba'zida ayol kishi erkakni ishlar bilan qattiq toliqqan paytida suhbatga tortsa, erkak buni eshitgisi kelmaydi. Ba'zida erkakni o'z holiga qoldirish kerak. Ba'zida esa uni o'sha olamida turib, uni chorlash kerak bo'ladi. Buni qanday amalga oshirish kerak? Buning uchun ayol erkak psixologiyasini yaxshi bilish kerak. Ya'ni siz o'zingizni, juftingizni xarakterini, uni nima xohlashini, nima xohlamasligini yaxshi bilishingiz kerak. Lekin biz ko'pincha yonimizda yashayotgan insonlarning xarakteri haqida, ularni nima xohlashlari haqida ko'p narsa bilavermaymiz. Masalan, u nima ovqatni yaxshi ko'radi, nima rangni yomon ko'radi, qanaqa gaplarni eshitishni xohlaydi, qaysi paytda dam olgisi keladi, nima uni kayfiyatini ko'taradi, qanday suhbatlarni olib borish kerak, qanaqa gaplarni qanday aytish kerak. Umuman olganda ayol buning uchun topqir va
ziyrak bo'lish kerak. Men o'ylaymanki, har bir ayolda Shahrizoda kabi sifatlar bo'lishi kerak. Shahrizodaning onasi unga shunday deydi: "Qizim, erkak kishida 4 ta narsaga e'tibor berish kerak. Agar sen mana shu 4 ta ishni amalga oshira olsang, shubhasiz u erkak sening erkagingga aylanadi, ya'ni sening insoningga aylanadi." Xo'sh, bu nima? Bu haqida birozdan keyin suhbatni davom ettiramiz. Keling, hozir men sizga Shahrizodani qanday qilib Shahriyorni ukasi Shohzamonga qarshi kurashda amalga oshirgan jangovar holat haqida aytmoqchiman. Shahrizoda o'zining ming bir kecha hikoyalari davomida Shahriyorni motivatsionniy, ya'ni ruhlantirib, uni kurashga chorlaydi. Uning hikoyalari Shahriyorni ruhlantirishga, uni yana ham hayotga ishonishga, odamlarga ishonishga, odamlarga yaxshilik qilishga, ya'ni singan qalbni to'g'rilashga qaratilgan bo'ladi. Uning har bir hikoyalari Shahriyorning ruhiyatida chandiq bo'lib qolgan og'riqlarni davolaydi. Va Shahriyor ukasi Shohzamon ustidan g'alaba qozonadi. Insonni suhbatlashish jarayonida siz o'zingizga savol bering. Siz qanchalik yaxshi suhbatdoshsiz? Qanchalik siz yaxshi tinglaysiz? Yaqinda shunday bir jumlani eshitib qoldim. Biz odamlarni nima uchun tinglaymiz? Biz odamlarga javob berish uchun ularni eshitamiz. Ularni tinglash uchun emas. Har bir inson kimnidir tinglab eshitib turar ekan, unga javob qaytarishni xohlaydi. Javob qaytarish uchun biz ularni eshitamiz. Lekin ularni shunchaki dardini, og'rig'ini tinglasak, ularga javob berishimizga balki hojat ham qolmaydi. O'zingizga savol bering. Siz qanday tinglovchisiz? Sizni suhbatdoshingiz qanchalik sizdan taskin oladi? Aytish mumkin. Ba'zilar shunday javob beradi: "Men yaxshi suhbatdoshman, men yaxshi tinglovchiman." Bu yerda bir misol esimga kelib ketdi. Bir mijozim bilan bo'lgan suhbat. Yaqinda shu mavzuda, notiqlik mavzusida, menda ko'pincha ayollar notiqlik va liderlik kursimda aynan mana shu suhbatdoshni qanday qiziqtirish va ular bilan qanday gaplashish, ohanglarni qanday joyiga qo'yish, urg'ularni qanday berish kerak, qanday qilib odamni qalbini yoki ko'nglini og'ritmasdan, uni kayfiyatini buzmasdan o'zingizni, fikringizni qanday ifodalashingiz kerak. Shu mavzuda men ko'pincha o'sha 2 oylik dasturim davomida dars olib boraman va unda ko'pincha ayollar, shunday ayollar keladi, ya'ni ichidagini ayta olmaydigan ayollar keladi. Ular xohlaydi turmush o'rtog'i bilan mazza qilib suhbatlashishni, ichidagilarni aytishni, lekin negadir meni turmush o'rtog'im eshitmaydi yoki bo'lmasam men gapirsam meni qanaqadir kamsitadi degan gaplarni aytadi. Yana bir shunday auditoriya borki, ularda bu biroz boshqacharoq. Ular aytishadiki, negadir men gapirsam hamma menga siz jahl qilib gapiryapsiz, urush qilib gapiryapsiz deb aytishadi, lekin men jahl qilmayotgan bo'laman. Nima qilsam meni ovozimdagi jahl ketadi yoki bo'lmasam o'sha baqirib gapirayotgandek eshitilmayman. Bunga nima qilishim kerak degan savolni berishadi. Va ular bilan har safar suhbatlashish jarayonida, ya'ni dars jarayonida shu narsalarga e'tibor beramizki, ular bunda nimani ustida ishlashadi? Chiroyli gapirish. Bilasizmi? Chiroyli gapirish bilan chiroyli ta'sir qilishning farqi bor. Chiroyli gapirishni yodlash orqali ham qilish mumkin. Lekin ta'sir qilish uchun nafaqat chiroyli so'zlay olishingiz, balki so'zlarni to'g'ri tanlay olishingiz, ularga to'g'ri urg'u bera olishingiz kerak bo'ladi. Bir so'z bilan odamni qalbini xushnud qilish ham mumkin. Bir so'z bilan odamni qalbini vayron qilish ham mumkin. Oddiygina urg'uni noto'g'ri qo'yish orqali. Masalan, siz kimdandir qattiq xafa bo'ldingiz. Deylik, turmush o'rtog'ingizdan xafasiz. Siz xafa ekanligingizni qanday ifodalaysiz? Unga xafaligini bildirib qo'yish ko'rinishida ifodalovchilar bor. Unga bu ishni qayta takrorlamasligini uqtirib qo'yuvchilar bor. Unga bu xafaligini
nafaqat boshqa takrorlamasligini, balki unga bu narsa yoqmasligini va lekin unga bo'lgan mehr muhabbatini saqlab qolgan holatda aytuvchilar bor. Masalan, men sizdan xafa bo'ldim. Siz doim shunaqa qilasiz. Siz menga e'tibor bermaysiz. Nima qilishim kerak? Qanday ayol bo'lishim kerak? Men siz uchun hamma narsa qilyapman. Yana mendan nima xohlaysiz? Bu yerda ayblov tanqidi bor. Bunday suhbatni eshitgan erkak ayoldan uzoqlashni boshlaydi. U uni chiroyi uchun yaxshi ko'rishi mumkin, u uni ko'rinishi uchun yoki bir qaysidir xarakterlarni yaxshi ko'rishi mumkin, lekin ishoning, bunday ayblov kuchli davom etishni boshlasa, erkak ayoldan bezilay boshlaydi. Chunki erkak tabiatan dominant hisoblanadi va dominantlarga yana dominantlik qilishni xohlashmaydi. Agar ayol indamay ichiga yutsa-chi, hozir erkak kishiga gapirsam, xafa qilib qo'yishim mumkin. Mayli, shu safar indamay turay. Erkak kishi mendan ustun, bir pog'ona baland. Men gapirmasligim kerak. Lekin bu yerda ayolning ichida dard va og'riq yig'iladi. Bunday holatda ayol kulishni, kayfiyatda quvnoqlik bo'lishni yo'qota boshlaydi. Energiyasizlashishni boshlaydi. Erkak unga qarasa, nimadan xafasan desa, yo'q, hech narsadan, o'zim shunday. Lekin uning nigohlarida xafalik bor. Bu ham munosabatlarni buzadi. Endi 3-yo'l bor. Barchaga ma'lum, kasbdoshlarimiz, ya'ni psixologlar doim shunday maslahat berishadi. Gaplashib oling, ichingizdagini aytib oling deydi. Ba'zi ayollarda shunday suhbatlarni eshitib qolaman. Ichimdagilarni aytdim. Aytib tashladim, yengil bo'ldim. Yaxshi, aytib tashlab yengil bo'lishingiz mumkin, lekin siz u insonga qanaqa ko'rinishda aytib tashlaganingiz muhim. Buni men suv sepishga o'xshataman. Kimdir chelakni oladi-da, shundoq olib suv sepib boradi. Kimnidir ustiga tegib ketishi mumkin deb o'ylamaydi. Kimdir esa ehtiyotkorlik bilan suvni sepa boshlaydi va hech qayerni qoldirmaydi. Gaplashib olish deganda ayol kishi o'z xafaligini qanday ifodalash kerak bo'ladi? Bilasizmi? Chiroyli gapirish uchun avvalambor ohangga e'tibor berish kerak. Talaffuzga e'tibor berish kerak. Mayinlik, yoqimlilik, ohangrabolikka e'tibor berish kerak. Chiroyli gapirishning asosi aynan shundan boshlanadi. Masalan, deylik, siz og'ir gaplarni ham chiroyli talqinda aytishingiz orqali u insonni qalbini larzaga keltirishingiz mumkin. Masalan, shunday deyish mumkin: men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Sizni har bir harakatingiz menga yoqadi. Men hayotimda sizday insonni tanlaganimdan va Alloh menga sizday insonni ro'baro qilgandan benihoya xursandman. Ba'zida siz bilan tortishishni umuman xohlamayman. Chunki siz bilan tortishsam, sizdan avval o'zim xafa bo'laman. Lekin kechagi holat birozgina qalbimga og'ir botdi. Shu narsani ichimda saqlamaslik uchun sizdan yordam so'ramoqchiman. Qanday qilsam ichimdagi xafagarchilikni ketkazsam bo'ladi? Aytishingiz mumkin, xafa bo'lib turgan paytimda shuncha sevgi izhor qilishim shartmi? Lekin bu yerda siz sevgi izhor qilishingiz haqida gap ketmayapti. Bu yerda siz xafaligingizni ustida ishlash haqida gap ketyapti. Albatta, inson mana shunday suhbatni olib borish uchun avvalambor uning ruhiyatida xotirjamlik bo'lishi kerak bo'ladi. Hozir shunaqangi davrda yashayapmizki, ruhiy xotirjamlikni topish haqiqatda qiyin. Insonni tinchlanishi qiyin. Insonni o'ziga beradigan savollari ko'paygan. Inson munosabatlarida borgan sari tushunmovchiliklar, murakkabliklar ko'payishni boshlagan. Lekin eng muhim narsa nima? Munosabatlarda xotirjamlikni ushlash. Aynan munosabatlardagi xotirjamlikni ushlagan insonlarni sog'lig'ida, ruhiyatida osoyishtalik yuzaga keladi. Ularni muammolarida ham, munosabatlarida ham, ishda ham, hamma narsada osoyishtalik yuzaga keladi. Aynan mana shu osoyishtalikni ayol saqlashi kerak. Chunki erkak kishi ayol orqali sevgini his qiladi. Erkaklar psixologiyasi ayollar psixologiyasidan tobora farq qiladi. Ularning muammolarga nisbatan qarashlari, muhabbatga bo'lgan qarashlari ham turlicha. Lekin ayollarda esa bu umuman boshqa ko'rinishda. Hatto farzand tarbiyasida ham sizni notiqligingiz, ya'ni so'zomonligingiz kuchli ta'sir qiladi. Masalan, farzandingizni urishingiz, so'kishingiz, baqirishingiz bu uni to'g'ri yo'lga boshlashi juda qiyin. Oilalardagi asosiy muammolar ham aynan mana shu mojarolarning eng katta sababi bu ohanglarda. Masalan, deylik, erkak kishi telefonni ko'tarmayapti.
biror joyda ishlayapti. Uzoq vaqtdan beri qo'ng'iroq qilmayapti. Ayol mana shunday paytda soatlab erkak kishidan xabar ololmagan paytda xayoliga har xil narsalar kelishni boshlaydi. Ya'ni ayollar o'zini ssenariylarini tuzishga usta, ularda fantaziyalar yaxshi ishlaydi va u har xil xayollarga borishni boshlaydi va u kelgan paytda ko'pincha jahl qiladi. Nega siz qo'ng'irog'imga javob bermadingiz? Qayerda edingiz? Va psixologlar, ya'ni kasbdoshlarim doim aytishadiki, qayerdasiz degan savolni erkaklar yomon ko'radi deyishadi. To'g'rimi? Erkaklar yomon ko'rishadi. Xo'p, qayerdasiz demasa nima savol berish kerak? Baribir so'rash kerak-ku uni qayerdaligini. Buni boshqa yo'li bor. Masalan deylik, siz uni yo'qligidan, undan xabar topmaganingizdan ahvolingiz og'irlashdi. U kelganda shunday so'zlarni aytish mumkin. Siz bilan bog'lana olmaganim uchun juda ham og'ir ahvolga tushdim. Xayolimga har xil narsalar keldi. Men sizni tergash uchun emas, rostdan ham sizdan xavotir olganim uchun qayerda ekansiz? Nima bilan band ekansiz? Nima bo'ldiki siz menga javob bermadingiz degan og'ir ahvolga tushdim. Iltimos, meni mana shu holatda qoldirmang. Vaqti bilan yozib turing. Men shu yerdaman yoki mana shu ish bilan mana shu joyga kirib ketyapman. Shuncha soat bo'lmasligi mumkin deng. O'shanda qalbim xotirjam bo'ladi. Bunday usulda yondashish, qayerda edingiz? Nimaga qo'ng'iroqlarimga javob bermaysiz? Sizga farqi yo'q. Siz be'tiborsiz. Doim shunaqa qilasiz degan ko'rinishdan ustunroq. Bu ko'rinishda yondashuvda aybdorlik bor. Erkak kishi aytadi, "Ha, men shunaqaman, yaxshi, ajab bo'pti" deydi. Boshida ko'nglingizni oladi, lekin keyin bu narsa takrorlanaversa, u oxiri charchaydi. Bu usulda esa u sizga o'zini kerakligini, siz uchun muhim insonligini his qiladi. To'g'ri, psixopat insonlar bo'lsa, bu munosabatlarni his qilishi biroz qiyin, lekin ishoning, so'z orqali insonning qalbiga kirib borish mumkin. Sizni boshqa bir insonga munosabatingiz qanday bo'lsa, o'sha insonni ham ichida sizga nisbatan munosabati xuddi shunday bo'ladi. Bu narsani his qilish qiyin emas. Aytishingiz mumkin, buni qanday tushunmoq kerak? Masalan deylik, meni sevadimi, sevmaydimi degan savolni berayotgan bo'lsangiz, u ham ichida xuddi shu savolni sizga nisbatan berayotgan bo'lishi mumkin. Agar deylik siz o'sha insonga ichingizdan ishonmasangiz, u ham sizga ichidan ishonmaydi. Ishonmaslik degani, masalan, ayol kishi bu inson bilan yashasa bo'ladimi, yo'qmi degan ko'rinishda ishonchsizlik qilyapti. U inson ham bu baribir mendan ketib qolishi mumkin degan fikrda yashayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun inson o'zini o'zgartirish kerak deyiladi. Aynan ohanglar, so'zlar orqali, aynan o'sha insonlar bilan, atrofimizdagi insonlar bilan suhbatga kirish jarayonida ohanglarga, talaffuzga alohida e'tibor berish kerak bo'ladi. Aynan shunday talaffuzda gapirish kerakki, bu yoqimli talaffuzdan ayol kishi doimo foydalanishi kerak. Ayolning quroli bu uni ojizaligi hamda so'zamolligida. Ayol erkakning xushini, aqlini, go'zalligi bilan ola oladi. Lekin uni qalbiga faqatgina donoligi bilan kira oladi. Shuning uchun ayol kishi so'zamon, topqir va qayerda qanday so'z ishlatishni yaxshi bilishi kerak. Azizlarim, sizlar bilan notiqlik mavzusida yana suhbatlashamiz. Ha, aytgancha, notiqlik mavzusida siz ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lishni xohlasangiz, bu haqida ko'proq bilimga ega bo'lishni xohlasangiz, meni Telegram kanalimga obuna bo'ling va Instagram sahifamda ham bu haqida aytib o'taman doimo. Yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalni obuna bo'lishni unutmang. Siz bilan keyingi sonda hayot instruktor mavzusida gaplashamiz. Hayot instruktori. Instruktor o'zi kim? Masalan, mashinada instruktor bo'lmasa, inson mashinani olib borib biror joyda avariya qilib qo'yishi mumkin. Aynan instruktor hayotda nima uchun kerak? Lekin bu hayot instruksiyasida qanaqa ko'rinishda ketadi? Bu haqida intellekt loyihamizni keyingi sonda suhbatlashamiz.